Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana şokunuzda hurmatli mening kanalim katılımcılar. Bugungi Validlar kursuna tanışıp qo'ying. 2022 yılın 3 avgust kuni qanchadan bo'ladi ekan? Birinchi Boqay bankdan boshlasak, Boqay bankda kurslarni ko'rsatamiz. Qanday kerak bor bu farqi? Cho'nqiz qo'shtir. Kerak Kerak bor. borda. 13.40 bo'lib qolibdir. Boqay bank. Ondan keyin Aziya banki var hozir. Aziya bankda ko'rsatamiz. Noqat odamlar slow nozlayib pasportimiz bor. Adamlar söyleyiveriyor. Yok. Aziya bankda dediler 13.40 ekan. Mana ko'rib qo'yingizlar. Bugun rubl ko'tarilibdir. Rubl ko'tarilibdir mana. Rubl ko'tarilibdir bugun. Suyunch odamlar. Rubl ko'tarilibdir bugun. Bugün rubl ko'tarilibdir adamlar. Suyunch beringizlar. Rubl ko'tarilibdir bugun. Roskredit bank ishlayotgan tilakka qarshi. Roskredit bank ishlayotgan. Qirg'izistonda da shunday ekan. Qirg'iziston bankida shunday ekan. Demek boy tushumga boramiz. Boy tushumga borib topib boy tushumni ko'rsatib, ularni g'oyiblarga yakaslamdan ko'rsatamiz. Ondan ketdingizlar. Mayli. Ayçin bankda 10 so'm ketdiğini ekan. Çok endi 30 milyon. Dollar 83 euro 84 ekan. Bu yerda boychida sal qimmatroq ekan. Assalomu alaykum, men qutlovchilarim. Bugun soat 11:30dagi kurs. 11:30 kursni ko'rsatib sizlarga. Noqat bozori, Nochon bozori. Mani qardan 13.30 ekan, rubl 84 dollar, qozoq tengasi 12 tiyin ekan. So'm 73 so'm qancha ekan? Son terim atacağız. Bu yerde de onu çok zaten koydum. Şunlar. Niye bolda? Necdet Köterli. Bu yerde dediler 13.40 ekan, 13.30 ekan, bu yerde rubl 10 tiyin arzon ekan. Dollar. Ekoslan bank bu yerde 30 ekan, 10 tiyin pasın en güçlü Boqay bank. Boy tushumda ekan hozirchi. Ekoslan bankda kuchli ekan, bu yerda 45 tiyin ekan. Dollar 83 euro 85. Rubl 45 13 ekan. Shu yerdan yo'qolsanlar bo'ladi ekan, hurmatli jamoat. Yo'qolsanlar bo'ladi. Eng kuchli shu Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Soat 12'dagi kunda olib ko'rsatamiz inshaalloh. Alloh nasib qilsa ko'rishguncha sog' salomatda bo'lingizlar. Tushunib, Noqat bozoridan oyoqdadir. Assalomu alaykum rahmatulloh.